Nimalar bo'lyapti? Men hozirgina video ochib boshladim. Menga kimdir qo'ng'iroq qilyapti. Bu jigarrang rangdagi Jetil-ku, ko'tarishim kerak. Xo'sh, salom Jetil. Men hozir gaplasha olmayman, video yozyapman. Vaqtingizni juda ko'p olmayman. Bu juda ham g'alati holat. Men dalada ketayotganimda qishloq topib oldim. Ha, siz qishloq topdingizmi, qishloqi? Mayli, keyinroq gaplashaylik. Men obunachilar bilan salomlashmoqchi edim. Voy, kuting kapot, men hali gapimni tugatmadim. Bu yerda 47 raqamli qishloq bor taxminimcha va bu yerda kim borligini bilasizmi? Taxmin qilingchi. Taxmin qilishimcha, qishloqi bo'ladi albatta. Yo'q, topolmadingiz kapot. Ulardan tashqari ham bir kishi bor. U yerda soxta kapot bor. Nima? Shoshmang. Menga boshidan qaytadan tushuntirib beringda, aniqroq qilib, batafsilroq qilib. Men avvaliga u qishloqda hech kim yo'q deb o'ylagandim, lekin qandaydir qishloqda kulbani ko'rdim va uning ichidan soxta kapot chiqib keldi. U ham xuddi ko'k va qizil kiyimda edi va shu gaplar. Voy, 47 qishloq bizdan anchagina uzoqda-ku. Ha, kapot uncha uzoq emas. Aftidan u biror narsa qilyapti. Bir daqiqa, quloq solaychi. Bo'ldi, kompot turi bilan gaplashganimdan keyin bu 47 qishloqda men qolaman. Bu yerda kompotni qishloqdoshlarini aldayman va 13 qishloqqa qaytib qadam qo'ymayman. Voy, qishloqqa sal yaqinroq boring, telefonni yaqinlashtiring, men uning ovozini eshitmayapman. Xo'p, mayli, hozir shunchaki u meni sezib qolishini xohlamayman. Kompotni qishloqdoshlarini aldash uchun men kompyuter sotib oldim va unga ko'p soxta akkauntlar ochdim. Endi men ularni aldashni boshlashim ham bo'ladi. Kompot, bu yerga tez keling. Bularning barchasi menga yoqmayapti. Ha, mayli, tushundim. Bolalar bo'lgan voqeani ko'rdinglar. Salom hammaga. Mening ismim Kompot. Mening yangi videomga xush kelibsizlar. Ko'rib turganlaringdek, fake kompot, ya'ni mening yolg'on to'kan varianti, mening obunachilarimni aldamoqchi soxta akkauntlar orqali. Men albatta bunga yo'l qo'ymayman. Boya gaplashgan qishloqim menga koordinatalarni mana ke tayyorladi, SMS qilib, men endi u yoqqa boraman degan, bu narsalarni oldini olishga harakat qilaman. Qani, men ketdim. Xo'sh, boshlaymizmi? Mana o'sha 47 qishloq. Men sizga ular qayerda joylashganini ko'rsataymi? Ha, endi ko'zim ko'r bo'lmasa kerak. Mana to'g'rida turgan ko'k uy bo'lsa kerak albatta. Ha, endi aytdim-da bir. Men hozir u firibgarni oldiga boraman, mana bu ko'k qilich bilan mana bu qilayotgan ishlarini to'xtataman shu yerda o'zida. Qanunda men gapni cho'zib o'tirmadim, tezroq ishni tugatay. Qani, men ketdim. Xayr, bo'pti. Davay. To'xtang, unda 5 ta qurol bor. Nima? Seni bunday o'ylashingga nima narsa majbur qilyapti? Boya siz bilan gaplashayotganda uning sandig'ida 5 ta qurol ko'rdim. Shunday qilib bu qilichingiz yordam bermaydi sizga. Sal qolsa men o'ylardim, mayli. Menimcha u kompyuter chiqalyapti. Sekin-asta boramiz, jim bolalar. U menimcha xabar yozyapti. Kompot, nima qilmoqchisiz? Bu juda xavfli. Men hozir bu post yozaman. Salom obunachilar, mening yangi videom uchun pul bilan yordam qilinglar. U meni obunachilarimni aldayapti. Men bunga yo'l qo'ya olmayman axir. Men u bilan urusha olmas ekanman, demak aqlli yo'l tutaman. Men uni o'g'irlayman. Nima siz nimani o'g'irlamoqchisiz? Men uning asosiy quroli kompyuterini o'g'irlayman va buni biz qilmaymiz. Buni Arkadiy qiladi. Arkadiyga go'sht beramiz va u boradagi kompotni maftun qiladi, uning kompyuterini o'g'irlab keladi bizning oldimizga. Arkadiy shundan keyin men uni eshiklarni buzadigan odam deb o'ylabman. U oddiy it. Xo'sh, mana ko'rib turganingiz mana Arkadiy, men buni ko'chada kelayotganimda topib olgandim. Mana Arkadiy, ko'ryapsan-a? Mana shu uy, mana bu go'shtni hozir senga beraman va sen borasan-dagin uni maftun qilasan-dagin, anasini o'g'irlab kelasan kompyuterini. Ishqilib o'xshasin-da. Ha, bu ishlarni arkada cho't emas, bu ishlar arkadaga, mana ke arkada. Mana bu go'shtni oldagin bor, tezroq ishingni hal qil, davay ketdi. Endi esa kutamiz nima bo'lar ekan. Uyimni oldida kim qilyapti? Bu itni egasi yo'qmi deyman. Qanday yaxshi ita, qanday go'zalliging qara, beqa kir. Qani senga bir go'sht beraman hozir. Ichkariga yur, qani yana birikta narsalar bordir, qani kir. Tashqarida turma, ketdik. Mana shu meni uyim, tushuningmi? Senga kim ruxsat berdi? Ha, sen chiroylisan-ku, senga ruxsat mana shu stol ustida yurishingga. Hozir men senga biror nima berish uchun qidirib ko'raychi, qani go'sht bormikan yo'q-ku, kolbasa ham bo'lish kerak aslida. Hozir mana sandig'imda turgan bo'lish kerak. Xo'sh, qani kolbasa bo'lish kerak edi. It qani? Meni kompyuterim qani? Kompyuterim yo'qolib qopti. Qayerga ketib qoldi? Ana, topib ketdimikan? Yo'q. Xo'sh, mana ke arkada ham keldi. Kompyuterni olib ketdim. Valladez arkada. Mana men senga aytgandim-ku o'xshaydi deb, ko'rdingmi? To'g'risi borki, men ham juda ham hayratda qoldim. Bunday ish qilishini bilmagandim hattoki.
kompyuterimni o'g'irlab ketdi. Endi men obunachilarni qanday oldayman? Ha, menda telefon bor-ku, telefondan. Yo'q, unda telefon bor ekan, bolalar. Endi men buni Arkadiga yana jo'natishim kerak. Arkadi qani? Arkadi o'rmongami qochib ketdimi deymanda. Qishloqqa uning yana bir telefoni bor ekan. O endi telefonni aldaydi. Arkadi qaytib keladimi yo'qmi bilmayman, to'g'risini aytsam. Qaytib keladiganga o'xshamayapti. Voy, nima qilishim kerak? Kapot, biz boshqa yo'l tutishimiz kerak. Chunki soxta kapotda hali ham telefon bor. U obunachilarni aldashda davom etmoqda. Men bir nimani o'ylashim kerak. Va men bir narsani o'ylab topdim. Kapot, siz dahosiz. Xo'sh, bolalar, mening rejam mana shu qovoqni olaman. Hozir jimgina bo'laylik, bizni bilib qolmasin. Mana shu qovoqni kiyib olaman va u meni yuzimni ko'rmaydi va men bilmagandek aylanib yuraman. Agar meni ko'rsa, haqiqiy kompotligimni bilib qoladi. Men obunachilar bilan gaplashyapti. Xo'sh, nima deyapkan ekan? Videolarni chiqarishimga pul tashlab turinglar. Yo'q, u obunachilarni pul olyapti aldab. Men buni oldini olishim kerak albatta. Mana Armonni qo'yib tepaga chiqib olsam, bugun uni telefonini o'g'irlashim kerak. Mana chiqib oldim. Mana hozir qazib ko'ramiz, nima qilyapkan ekan. Obunachilar menga yozishyapti. Men endi haqiqiy kompot bo'lib ko'rinaman. Men buni bugun telefonini o'g'irlashim kerak. To'g'risini aytsam, mana bu boshimdagi qovoq meni ozdiryapti, ko'nglimdan eptalyapti. Men buni yechib qo'yaman va menda mana qarmoq bor, ko'rib turganlaringdek vafshi zo'r qarmoq. Bu bilan men hozir buni telefonini o'g'irlayman. Mana qarmoqni sekin-astalik bilan taylaymiz tepadan. Mana birinchisi o'xshamaydi, mana ikkinchisi mana sekin-astalik bilan va tortamiz. Meni telefonim qani? Telefonim yo'qolib qoldi meni. Mana bolalar, bu telefon menda, endi biz yugurishimiz kerak. Qani ketdik, qochdik bu yerdan. Qishloqqa men uning telefonini o'g'irlab keldim. Barakalla, siz uning telefonini o'g'irladingiz. Endi u obunachilarni aldolmaydi. Lekin bu bilan ish tugamadi hali. Uning qurollari ham bor deganingiz. Hozir kutib turing qishloqqa. Men uni oldiga borib qurollarni olishim kerak. Siz uni qurollarini qanday o'g'irlaysiz? Axir u uyda ichidagi sandiqda turibdi-ku, hamma qurol 5 tasi ham. Men o'ylashimcha to'g'ri o'ylaganman. Xo'sh. Qani bolalar, sizlarga tushuntirsam, mana men qazigan tunnel, buni qulab ketmasligi uchun ikki tomonini qizil taxtalar bilan qilib qo'ydim. Ya'ni tunnel tepadan qulab ketmaydi va meni bosib qolmaydi. O'shaning uchun mana tunnel va men o'zim bilan lapatga oldim. Buni qazigandim chunki va o'zim bilan kirka ham olganman. Ya'ni sandiq tagini tiyish uchun albatta. Mana bu devorlar qanchalik mustahkam, o'zim qo'yib chiqqanman qo'lda aynan. Mana pastni buzamiz. Qo'limizga kirkani olishimiz kerak albatta. Hozir kirkani invertordan olaman. Mana invertordan oldim. Mana bloklarni buzamiz. Va menda bitta ideya bor. Ana soxta kompot o'zi ham turibdi. Jimgina bo'lamiz. Xo'sh, bloklarni oldim. Bu yerga tosh qo'yamiz. Bu yerga ham qo'yamiz. Hozir nima qilyapsiz? Nima qilyapti deb hayron qolishlaringiz mumkin, hozir ko'rasiz. Va bu yerda buzamiz, lekin bu yerga metroni qo'yamiz 2 tani. Va bu yerga esa vagoncha qo'yamiz maydakkina. Mana bir sakrab qo'yamiz ana. Mana bo'ldi. Endi mana qurollar tushadi. Ya'ni tepadagi sandiqdan pastga tushadi va biz bu qurollarni olamiz mana. 5 oni ham olamiz va men qurollar o'g'irladim. Endi qochishim kerak. Bo'ldi. Bular turaversin. Xo'sh, bir narsalarni qilyapti u ham. Qurollarim qani, qurollarim? Bo'ldi bolalar, u qurollar yo'qligini sezib qoldi. Biz bu yerdan qochishimiz kerak tez. Mana bu yerlarga olib tashlashim kerak. U meni bu yerdan kirganimni bilmaslik kerak. Qani qochdim. Xo'sh, mana qishloqqa qaramay uni hamma qurollarni o'g'irlab keldim. Barakalla, endi soxta kapot hech narsasi qolmadi. To'g'risi men bularni o'g'irlashdan zavqlandim. Endi men yana o'g'irlamoqchiman. Uning hamma narsasini o'g'irladingiz. Endi nimasini o'g'irlamoqchisiz? Men uni eng qadrli bo'lgan narsalardan biri uyini o'g'irlayman. Uyini qanday o'g'irlamoqchisiz? Bu ilojsiz. Albatta, menda cho'tki ideya bor, hozir ko'rsataman. Xo'sh, mana bu yerga boramizda va qo'ng'iroqni qo'yib olsak, mana qo'ng'iroqni qo'yib olamiz va buni chalamiz. Evakuasiya, diqqat, qishloqqa hujum qilinmoqda. Hamma bunkerga yashirinsin, diqqat. Voy, evakuasiya bo'lyaptimi? Men tezroq yashirinishim kerak. Uyda taylab ketamiz, mayli. Tezroq yashirinmasam hozir o'lib ketaman. Va nihoyat soxta kompot ketdi. Men uyini oldim. Endi bu uyni buzib kerak albatta. Mana kirka olamiz. Bu yerlarni buzib tashlaymiz. Umuman kerak emas, hamma yerda buzib tashlaymiz. Bu uyda uyli qolmasligi kerak. Mana bu yerlarni ham buzib tashlaymiz. Umuman kerak emas bizga. Oy, bu qanday joy? Va uyim oldagi tunnelmi? Bu qurollarimni kompot o'g'irlab ketganmi deyman, haqiqiy kompot. Bu tunnel qayerdan keldi axir? Ha, kompot, sen juda ham kulgili ish qilding-da hozir. Uyni lukka o'g'irlab kelding, borku. Endi u bizga hech qanday zarar yetkaza olmaydi, borku. Ha, shunday, uni hattoki yashaydigan joyi ham qolmadi. Bo'ldi. Bu ishni tugatish vaqti keldi. Soxta kompotni endi o'ldiramiz oxirigacha. Ha, soxta kompot, sen mening obunachilarimni aldab ulardan pul olmoqchimiding? Endi seni o'ladigan payting keldi. Endi men seni o'ldiraman.
Yo'q, kompotini yoqman, meni kechir iltimos. Yo'q, men seni kechirmayman. Bo'ldi, sen mening obunachilarimni aldamoqchi eding. Shuncha obunachilarimni pul yig'ishtirib, hammasini aldab pulni yo'qotmoqchi eding. Endi men seni o'ldiraman. Bu yoqqa birinchi mana shu qilich bilan men seni o'ldiraman. Yo'qol. Ha, mana o'ldi. Kapot, bu videoni oxirigacha ko'rgan obunachilarga nimadir demoqchi emasmisan? Albatta, bu videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun hammaga rahmat va Minecraftga eng ajoyib modlar kerak bo'lsa, Endercraft.uz Telegram kanalini tavsiya etaman. Kommentariyada silkasi bo'ladi, bemalol bosib kiraverasizlar. Rostdan ham obunachilar foydalanib ko'ringlar, juda ham ajoyib kanal. Men ham shu kanaldan foydalanaman. Hammayni ketkazgan vaqtingiz uchun rahmat. Hammaga xayr. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan Kompot bo'ldi.